Narxi keladigan bo'lsa, 130 yo 120 yo 105 ming dollarga kelib baraka qilib olib ketsanglar bo'ladi, xudo xolasa. Assalomu alaykum, Olovli uylarning obunachilari. Men sizlarga bugun mehnat postidan kirganda Atpa degan joyda joylashgan 8 sutuli xonadonimizni ko'rsataman. Bu uyda 1 yildan beri hech kim yashamayapti. Hozir sotuvga qo'yilgan endi, xudo xolasa. Bu bizning birinchi xonamiz, ko'rishingiz mumkin. Mana ichkarilarini ham ko'rsataman. Konseynerlar ham bor. Bu yoq qulf ekan. Bu yoqda ham akkuratniy xonamiz bor. Короче, men sizlarga xonalarni ko'rsataman desam, общий 12 ta xonamiz bor. Undan tashqari ko'rib turibsizlar, teplisa ham bor bu yerda. Endi oilaviy kichkinagina biznes qilaman deydiganlarga bo'lsa ham turadi. 12 ta xonasi bor. Bitta normal remont qilib turib, katta oila bemalol sig'ib ketadigan joy. Mehnat postidan 5 kilometr, 5,5 kilometr kirganda Atpa degan joyda 8 sutili uyimizni ko'rdinglar, obzorini. Narxi keladigan bo'lsa 130 yo 120 yo 105 ming dollarga kelib baraka qilib olib ketsanglar bo'ladi, xudo xolasa. Bitta remont qilib turib, bitta katta oila bemalol yashasa bo'ladi.